O'zbekiston haqida 20 ta fakt qani ketdik. Aholisi 37 million kishi. 1991-yilda mustaqil bo'lgan. 95% aholisi islom dinini qabul qilgan. O'zbekiston maydoni 448.924 kilometr kvadrat. Poytaxti Toshkent shahri. Undan oldin Samarqand bo'lgan. Birinchi prezidenti Islom Karimov. Hozirgi kunda davlatimizni Shavkat Mirziyoyev boshqaradi. Dunyodagi eng katta oltin koni bor. Oltin qazib olish bo'yicha dunyoda 4-o'rinda turadi. Davlat tili o'zbek tili hisoblanadi. O'zbekiston uran ishlab chiqarish bo'yicha 5 o'rinda turadi. Milliy taomi palov va palovning 200 xildan ortiq turi bor. O'rtacha oylik ish haqi 200-250 dollar. O'zbekiston milliy valyutasi bu so'm va so'm 1994-yilda muomalaga chiqarilgan. 1997-yilda O'zbekiston bayrog'i orbitaga olib chiqilgan. Dunyodagi eng kuchli armiyalar reytingida 65-o'rinda turadi. O'zbekiston aholisining 51% shaharlarda yashaydi. O'zbekiston to'g'ridan-to'g'ri okeanga chiqa olmaydi. Do'stlar, bugungi video shulardan iborat edi. Agarda video sizga yoqqan bo'lsa, obuna bo'ling va like bosing. Keyingi video nima haqida 20 ta fakt bo'lishini kommentariyaga yozib keting.